Larda yashab turay, ijaraga uy topguncha. Men tomondami shunda? Pochcham ham ko'ziga qarab yursa bo'lmasmidi? O'ldi ketdi. Bechora pochchanam atay o'zini moshina tagiga tashamagandir. O'zi hammasiga men aybdorman. Shunaqa qilinamidi? Shunaqa. Ana. Yarashdimi? Biram mehribonsiz a? Qani. Qachon qilding? Bu hozirga emas. Hozir birga choy ichamiz. Ungacha siz shunday do'kondan chiqib sut olib kelib bering. Oyjon bilan Adajonga yumshoqina qilib surguruch qilaman. Shuni kechqurun aytib qo'yganingda ishdan qaytayotganda olib kelardim. Ha, endi esdan chiqibdi. Xo'p, yeb qo'yma, hozir olib kelaman. Xo'p, tez borib keling. Saytagan moshina urib ketdi. Nima? Saytaka! O'shanda do'konga chiqazmaganimda erim tirik bo'larmidi. Bo'ldi. Ha deb o'zingni ayblayverma. Sen ham erim atayin o'lsin deb do'konga chiqarib yubormagansan-ku. O'zicha ering pishiq, puxta bola emasdi. Ha shu uylangandan keyin seni ro'yxatga qo'ysa bo'lardi-ku uyga. Ha? Ha shuncha mashmasha bo'lmasdi shu ro'yxatda bo'lganlaringda. O'zi-ku o'ldi ketdi. Endi jiyanlarim bilan siz qiynalyapsiz-da, opa. Oppa to'g'ri. Mana men to'ydan keyin oyingda darrov ro'yxatga qo'yganman. Sen ham shu ro'yxatga turganingda hozir uydan ulushdor bo'larding. Seni chiqarib haydamasdi, sotsa ham ulushingni berardi seni. Xavotir olmanglar aka. Namuncha qizishasizlar. Bu uydan hech qanaqa ulush talab qilmayman. Endi talab ham qila olmaysan-da. Ota-onamizga biz qaraganmiz. Uyni bizga bo'lib berishgan ota-ona. Charchadim. Bo'ldi. Uy topgunimcha biroz turib turay, keyin ijaraga uy olib chiqib ketaman, bo'ldi. Mayli, 1-2 hafta bo'lsa-ku, opa yashayvering. Lekin ijara pulini to'lashni ham o'z bo'lmaydi, to'g'risi. O'qituvchilik qilib pul topganingiz yetarmikin unga? Amaliyman. Kerak bo'lsa qo'shimcha ish topaman. Dada. Ma uyda hech kim yo'qmi? Ye. Ana,